Payg'ambar alayhissalom shunday dedilarki: "Marartu biqawmin lahum azfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum va sudurahum." Men dedilar Payg'ambar alayhissalom, Me'rojda misdan bo'lgan tirnoqlari bilan o'z yuzlari va ko'kraklarini tirnaydigan kishilarni ko'rdim dedilar. O'zini tirnog'i, lekin bunaqa tirnoq emas. Min nuhasin, misdan bo'lgan uzun tirnoqlar. Shu tirnog'i bilan yuzini va ko'kragini tirnab o'ziga o'zi azob berayotgan kishilarni ko'rdim Me'rojda dedilar. Qila man haula'i? Bular kim deb so'raganimda, qala haula'i allazina ya'kuluna luhuman nasi va yaqauna fi a'radihim. Bular g'iybat qilib odamlarning go'shtini yeydigan va ularni obro'larini to'kadigan kishilar deyildi dedilar. Qarang, birovlarni g'iybat qiladigan, birovlarni obro'yini to'kadigan, ortidan gapirib insonlarga yomon otliq qiladigan kishilarni qiyomatdagi azobi shu ekan. Azoblaridan biri bu, ya'ni o'ziga o'zi azob berishlik. Alloh saqlasin, Alloh panoh bersin. Shu uchun musulmon inson boshqa bir musulmonni obro'yini to'kishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Birovlarni g'iybat qilib o'zgalarga yomon otliq qilishlikdan ehtiyot bo'lishlik kerak. Agar biz o'sha birovlarni aybi bilan, birovlarni kamchiligi bilan mashg'ul bo'lganchalik o'zimizni kamchiligimiz bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsak, qanaqangi insonga aylanamiz tasavvur qiling. Hozir birovlarning kamchiligini qidirib yuramiz-ku, aybini. Qayerda nimaga xatoga yo'l qo'ydi? Nima kamchiligi bor ekan shuni? Ana shu ishimizni o'zimizga qaratsak, to'xta, o'zimda nima kamchiligim bor ekan? Qayerda xato qildim? deydigan bo'lsak, bizdan komil, mukammal inson bo'lmaydi dunyoda. Afsuski, biz o'zgalarning ishi bilan mashg'ul bo'lib qoldik. Boshqalarni muhokama qiladigan bo'lib qoldik. Kerak bo'lsa olimlarni muhokama qiladigan bo'lib qoldik. Alloh saqlasin. Ayniqsa yoshlar, hali ilmimiz, salohiyatimiz yetmagan holatda yuzlab, minglab kitoblarni ta'lif qilgan olim va ulamolarni muhokama qiladigan bo'lib qoldik. Buyuk zotlarni ular hadisni bilmagan deydigan darajagacha tushib qoldik. Alloh saqlasin. Demak, bu eng katta musibatimiz. Mu'min musulmon insonga mutlaqo loyiq bo'lmagan sifatlar. Bu johillarning sifati. Haqiqiy musulmon inson demak, o'zini aybi bilan, o'zini kamchiligi bilan mashg'ul bo'ladigan kishi haqiqiy mu'min hisoblanadi.